Yo barchaga o'zini erkin shaxs deb hisoblaydigan, lekin aslida o'z irodasini rangli ekranlarga sotib yuborgan massaning bir bo'lagi. Bugun biz sizning o'sha sevimli oppalaringiz va ularning atrofidagi pushti etaklar haqida gaplashamiz. Lekin bu safar senga yoqadigan tilda emas, balki achchiq va derskiy haqiqat bilan gaplashaman. Quloqingni yaxshilab och, chunki kalla ishlamasa seni butun umr lo'q qilib ketishadi. Keling, bir narsani tan olaylik. Musiqa bu inson ruhiyatining ajralmas qismi. Shunday emasmi? Albatta shunday. Yaxshi musiqa insonga kuch beradi, depressiyadan chiqaradi va hayotga mazmun bag'ishlaydi. Bunga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Lekin muammo shundaki, agar musiqa sizni davolash o'rniga sizning o'rningizga o'ylay boshlasa, bu endi san'at emas, bu boshqaruv pulti. Siz hozir men bilan rozi bo'ldingiz. Demak, musiqaning kuchi qanchalik buyukligini tushunasiz. Endi o'sha kuch sizga qarshi qanday ishlatilayotganini ko'raylik. Aslida men o'sha aydillarga chinaman. Tasavvur qiling, ular 24 ga 7 nazorat ostidagi maxluqlar. Bitta noto'g'ri qadam, bitta noto'g'ri so'z yoki kimgadir noto'g'ri qarash va tamom. Siz, ya'ni ularni jonimdan ortiq ko'raman deydigan muxlislar, ularni bir zumda tiriklayin ko'mib tashlaysiz. Sizning muhabbatingiz aslida ularning bo'ynidagi sirtmoq. Ular ideal bo'lishga majbur, chunki siz o'z hayotingizdagi kamchiliklarni ularning mukammalligi orqali yopmoqchi bo'lasiz. Bu adolatdanmi? Yo'q. Lekin sizga buning farqi yo'q. Sizga faqat shou bo'lsa bo'ldi. Keling, bir tajriba o'tkazamiz. Hozir miyangda qaysidir K-pop qo'shig'ining bir bo'lagi aylanyaptimi? Balki o'sha Ratata yoki Queen Card kabi ma'nosiz so'zlardir. Sen u qo'shiqni yomon ko'rishing mumkin, uning ma'nosiga ishonmasing mumkin, lekin u baribir ichingda rezonans beryapti. Nega? Chunki seni miyangni buzlom qilishdi. Psixologiyada buni quloq qurti effekti deyishadi, lekin K-popda bu narsa industrial darajaga olib chiqishgan. Qo'shiqlar shunday yoziladiki, ularning ritmi sening yurak urishing va neyronlarning chastotasiga mos tushadi. Lekin eng dahshatli qismi bu emas. Sening ongosting birinchi shaxs aytilgan gaplarni fikrlashni bilmaydi. O'sha so'zlarni filtrlashni ham bilmaydi. Qo'shiqchi men zo'rman yoki men sening qulingman deb kulayotganda va sen buni ichingdan qaytarayotganingda miyang buni qo'shiq matni sifatida emas, sening shaxsiy fikring sifatida qabul qiladi. Sening onging men degan so'zni eshitganda uning sening shaxsiyatingga biriktirib qo'yadi. Natijada seni o'zing bilmagan holda o'sha idolning ideologiyasini, uning qadriyatlarini o'zingniki deb qabul qila boshlaysan. Sen o'zingni erkinman deb o'ylaysan, lekin aslida miyangda o'sha 3 daqiqalik shablon aylanib yotibdi. Sen endi o'z fikrlarining egasi emassan. Sen shunchaki o'sha qo'shiq matnining ijrosiga aylanding. Bu eng yuqori darajadagi manipulyatsiya. Yana bitta haqiqat. Odam yolg'iz bo'lsa, o'zi tushunadigan odamni topishni xohlaydi. Bu tabiiy, lekin K-pop bu tabiiy istakni qurol qiladi. Idollar, jonli efir, reality shoular, shaxsiy xabarlar orqali senga men seni tushunaman degan tuyg'u beradi. Bu parasotsialniy munosabatlar deyiladi. Bir tomonlama sevgi. Sen ularni do'stim deb qabul qilasan, lekin ular seni hatto bilmaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday aloqa yolg'izlikni vaqtincha yengadi, lekin uzoq muddatda depressiya, real munosabatlardan qochish va emotsional qaramlikka olib keladi. Muxlislar o'z idollarni himoya qilish uchun hamma narsaga tayyor bo'lib qoladi, chunki tanqid idolga emas, o'ziga qaratilgandek tuyuladi va shu yerda ko'r-ko'rona himoya qilishadi. Idollar bu tizimda o'zlari ham qurbon. Ular doim mukammal obraz saqlashga majbur, chunki bitta xato va armiya ularni yeb qo'yadi. Lekin bu mexanizm aynan sening ongingni bloklaydi. Siz tizimni ahmoq deb o'ylaysiz, shunaqami? Yo'q, ular sizdan ancha aqlliroq. Bilasizmi, nega qidiruv tizimlarida haqiqiy dalillarni topish qiyinlashib bormoqda? Buni Frozen effekti deb atashadi. Disney Muzirakni, ya'ni Frozenni chiqarganda bu shunchaki ertak emas edi. Bu Google algoritmlarini tozalash edi. Endi hech kim Walt Disneyning muzlatilgan jasad haqidagi haqiqatni topa olmaydi, chunki Elsa hammayoqni muzlatib tashlagan. Xuddi shu iflos o'yin K-popda ham ketyapti. Sen K-pop sahnalaridagi haqiqiy okkultiv belgilar, shaytoniy simvollar va energiya so'rish rituallarini qidirmoqchimisan? Algoritm senga K-pop Demon Hunters degan kinoni yoki shunga o'xshash axlatlarni chiqarib beradi. Bu tasodif emas, bu axborot senzurasi. Ular haqiqatni bloklamaydi. Ular haqiqatni shovqin ostida ko'mib tashlashadi. Natijada sen qidirgan demon endi haqiqiy shayton emas, balki ekrandagi aktyor bo'lib ko'rinadi. Sizni chalg'itishadi. Siz haqiqatni emas, sizga ko'rsatishlari kerak bo'lgan versiyani ko'ryapsiz. Siz algoritmlar sizning ongingizni qamoqda saqlaydi. Siz esa buni tavsiya deb o'ylaysiz. Keling, endi kallaga o'tamiz. Hello effekti nimaligini bilasanmi? Yo'q albatta, kitob o'qishga vaqting qayoqda? Edit ko'rishdan bo'shamasang. Bu inson tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lsa, uni ongsiz ravishda aqlli va pokiza deb qabul qilish. Siz sig'inayotgan o'sha qo'g'irchoqlar zavod mahsuloti. Burni to'g'rilangan, jag'i kesilgan, terisi o'zgartirilgan. Siz o'sha vizualga aldanib, ularning ichidagi bo'shliqni ko'rmaysiz. Ularning pikmi harakatlari, bolalarcha qiliqlari hammasi sening dopamin reseptorlaringni qitqalash uchun. Natijada sening dunyoqarashing o'sha 3 daqiqa
orqali klipning ichiga tiqilib qolinadi. Keng fikrlash, dunyo muammolari, shaxsiy rivojlanish, qo'ysangchi, undan ko'ra yangi comebackni kutgan yaxshi, to'g'rimi? Endi eng jiddiy qismiga keldik. Konsertlar. Bu shunchaki o'yin kulgi deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Bu ulkan energiya so'rish rituali. Siz o'sha yerda minglab odamlar bilan bir xil chastotaga tushganingizda miyangiz alfa to'lqinlariga o'tadi. Bu gipnoz holati. Musiqadagi yashirin bitlar va vizual simvolizmlar, ko'z, piramida, qorong'u estetika. Bular shunchaki stil emas. Bu bo'ysundirish arxitekturasi. Siz o'sha arenalarda o'zligingizni, individual quvvatingizni topshirib chiqasiz. Chiqqaningizda esa ichingizdan ulkan bo'shliq his qilasiz. Nega? Chunki sizni shimib tashlashdi. Siz shunchaki bu tizim uchun batareya ekasiz. Siz menga hozir hit qilyapsan deb baqirishingiz mumkin. Bu sizning yagona zashitangiz. Chunki haqiqat sizning o'sha kichkina mo'rt dunyoyingizni parchalab yubordi. Siz tanqidni ko'tara olmaysiz, chunki sizning shaxsiyatingiz yo'q. U o'sha fandom ichida yurib ketgan. Xo'sh, nima qilasan? Yana o'sha pushti ko'zoynagingni taqib, o'panga sig'inishni davom etasanmi? Yoki nihoyat o'zingni vizlom qilib, bu botqoqdan chiqasanmi? Tanlov o'zingda, lekin unutma. Aqlli odam savol beradi, ahmoq esa faqat ergashadi. Siz qaysi birisiz? Javobingizni izohlarda emas, ko'zga qarab ayting. Ciao.